Andijonga yetkazib kelib berdik katolimizni. 200 kvadratga mo'ljallangan katolimiz. Akamiz zakaz qiluvlar, dastlabkilarning ichida qilib berdik. Aka, nima deyapti katol? Bu zo'r ekan. Sababi buni men ko'zim bilan ko'rib, kuzatdim. 2 yildan beri mana shu ukamiz Iskandarbek necha xona, u juda katta uylarni istayapti. Qishda ham, yozdagidek bitta ko'ylakda maza qilib yurishibdi. Qulay ekan, harakat qildim. Mana shu sizlarni katyollarga boshqa joyda ko'p ekan, lekin imенно mashina zakaz qilib berasan deb turib oldim. Mana Xudoga shukr yetib keldi. Endi Xudo xolasa ustalar kelib o'rnatib bersa, ishlatamiz bu yil. Tozalashlarga ham udobniy aka. Mana mo'lari, metdan shundan ochasiz, turakchasida tozalaysiz. Tagidan bemalol qiyinchiliksiz tushib ketaveradi. Opposon. Rahmat katta, kam bo'lmanglar. Hamma kamperliklarni qilib berdik akamizga. Kimga shunaqa katollar kerak bo'lsa, 100 kvadratdan 50 ming kvadratgacha katollarimiz bor. Chiroyli qilib, urintirmasdan yetkazib beramiz dastlabkilar ichida. Salomat bo'ling. Olinglar, kam bo'lmaysizlar.